Bizani O'zbekistonda eng ko'p qilinadigan xatolardan bittasi o'zi kasal bo'lsa ham kech keladi vrachga, bolasi kasal bo'lsa ham keyin olib keladi vrachga. Undan oldin profilaktik ko'rik uchun kamdan kam holatlarda, kamdan kam oilalarda bolam gemoglobin necha ekan, bolamni D3 kalsiylari qanaqa ekan deb vrachga kamdan kam darajada murojaat qilishadi. Va keyin har kelganda, har shamollaganda vrachga immunitetini qanaqa tuzatsam bo'ladi. Mana shamollagan paytda shu savol beriladi, bola tuzalgandan keyin bu savolning javobi sifatida hech qanaqa yechim qilinmaydi. Shu kabi yechimlar va savollar bilan bugun birgalikda sizlar bilan yechim topamiz. Bugun men vrach-pediatr Bekmurodova E'zoza Aslidinovna sizlar bilan suhbatlashamiz. Xo'p, bu hech qanaqa yechim qilinmagandan keyin immunitet ko'targan, bola shamollagan vaqtda siz bolani immunitetidan talab qilyapsiz, boshqa shamollamaslikni, kasal bo'lmaslikni, bungacha bo'lgan paytda sog' yurgan vaqtida hech qanaqa tekshiruv qilinmayapti, hech qanaqa gemoglobin ko'rilmayapti. Mana hisobiga keyinchalik so'raysizlar, shu narsani unchalik tushunmayman. Xo'p, bola keldi, kasal bo'lyapti. Mana bitta bola virusli, bakterialniy proseslarning hisobiga bir yilida 6-7 marta shamollashi bu norma holat. Ayniqsa bog'cha yoshidagi bog'cha muhitiga o'zgarish, bog'chada har xil virus, bakteriyalar, даже infeksiyalar ham bo'ladi. O'shalarga o'rganish fazasi bo'ladi. Bog'chaga chiqqan bolalarni tez-tez shamollashi bu tabiiy holat va bog'chaga chiqish nima deydi, immunitetini shakllantirishi desak ham bo'ladi. Immunitetimiz qachon tushadi? Qachonki noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri uyqu rejimi, suv balansini buzilishi, keyin ko'p narsalar ko'p aytishadi O'zbekistonda. Ko'p shirinlik yesang, bolani immunitet tushadi, bolani tomog'i og'riydi. Bu noto'g'ri narsa. Bola hech qachon morojnidan ham, shirinlikdan ham tomog'i og'rimaydi. Bolani virus, bakteriyalardan tomog'i og'rib, virus isitmasi chiqishi mumkin. Lekin hech qaysi morojniy, hech qaysi shirinliklar cheklanib qo'ymagan. Agarda o'sha bolada allergiya bo'lmaydigan bo'lsa, bo'g'ilish bo'lmaydigan bo'lsa, hech qaysi yering chaqirmaydi. Bolada holatini tekshiring, D3 holatini tekshiring, kalsiy holatini tekshiring, gemoglobinni tekshiring. Agar hammasi norma bo'ladigan bo'lsa, unda muammo yo'q, bolangiz %100 ishlayapti. Agarda muammomizda qaysi bir dadir bo'ladigan bo'lsa, gemoglobin kam bo'ladigan bo'lsa, gemoglobin kamligining ham turlari bor. Folate yetishmovchiligi anemiyasi, ferritin yetishmovchiligi anemiyasi, B12 yetishmovchiligi anemiyasi. Mana shu 3 ta holatni ham iskulchat qilib, keyinchalik birgalikda lecheniya qilinsa, sizda effekt bo'ladi. Gemoglobin ko'pchilikda O'zbekistonda o'zi kam gemoglobin bilan tug'ishadi va boladan ham yaxshi, mo'shniy gemoglobin talab qilishadi. Assalomu alaykum. Unaqa holat bo'lmaydi. Gemoglobinni qachon ko'taramiz? Mana 1 oy berasiz, gemoglobin hafsala bilan 1 oy berasiz. Kamdan kam oilada men aytgan retsept bo'yicha beriladi. 1 oy yaxshi berasiz, 1 oydan keyin analiz yo topshiramiz, yo topshirmaymiz. Ozgina o'ziga kelgandan keyin bo'ldi. Shu dorilar to'xtatiladi. Unaqa emas. Organizm qurilayotganda eritrotsitlar degan 90 kunda yangilanadi. Ya'ni gemoglobinni kam ko'pligiga javob beradigan faktorlarimiz, eritrotsitlarimiz, qon shaklidagi elementlari 90 kunda yangilanadi. Va bu 3 oyda tashkil etadi. Hech qaysi dorini, hech qaysi vrach gemoglobin ko'taradigan dori 1 oy yozmaydi. 3 oy siz uzluksiz ichishingiz kerak, shart. Shundagina siz effekt ola olasiz. 3 oy ichsangizgina bolada rezultat yaxshi bo'ladi. O'zimizni dori berish texnikamizga qarashimiz kerak. Birinchi o'rinda vrach noto'g'ri yozdi deyishdan oldin. Ikkinchi o'rinda bolani to'g'ri ovqatlantiryapmizmi, gazli ichimliklar kam beryapmizmi, yarim tayyor ovqatlar kam beryapmizmi, bu immunitetga ta'sir qiladi. Hech qaysi dori bad yoki reklama qiladigan marmeladchalar emas, aynan mana shu narsa. Bolada suv balansi to'g'rimi? So'raysiz-ku, mana kelgan bolangiz qancha suv ichadi, masalan deydigan bo'lsa, pul bilan umuman suv ichmaydi deydi. Voy, nimani xohlaysiz? Keyin bolani hujayrasigacha suv yetib borishi kerak, shart. U suv yetib bormagandan keyin immunitet tushadi-ya. Suv balansi обязательно tekshirilishi kerak, shart. Bu tabiiy jarayon. Hozirgi kunda yana bitta narsani o'zimizning hozirgi zamonga to'g'ri keladigani, telefon, televizorlarning hisobiga bolani harakati kam va shuni hisobiga immunitet pastlik holatlari. Bolani bering, uyda olib o'tirmang. Lechebniy gimnastikaga bering, raqsga bering, suzishga bering. Uyda olib o'tirganda uni bolani hech qanaqa immunitet ko'tarilmaydi.
Sizlar bilan yana qiziqarli ma'lumotlarni bo'lishib boraman. Sahifamga obuna bo'ling.